haligi uy egasi bor-ku, 2 marta puliga tushdi. Siz ham yoki shunga o'xshash ishonmaydigan odamlar birinchi loyilanmoz qilib olsa, assalomu alaykum, narxini aytmadingiz-ku debdilar. Bizning matlarimiz bor, penoplast matlarimiz to'pli poltiga qo'yiladigan 30 ming so'm aka bir donasi, razmeri 60 ga 1 metrlik. Abbosjon, Samarqandda filiallaringiz bormi debdilar Muxtor akam. Aka, filialimiz bor Samarqandda. Samarqanddan hamma mahsulotimizni olsangiz bo'ladi. Mana shu raqam qoldiraman. Shu raqamga telefon qilasiz, bemalol olaverasiz. Polesterolni qanday olsak bo'ladi debdilar Eldor akam yozdilar. Polesterol granulalarini o'zini ham sotamiz, muammo yo'q. Okey, mana raqam, shu raqam telefon qilsangiz to'liq ma'lumot beramiz. Mana milliy mahsulotda qadrlaydigan odam SMS kelibdi. Zo'r narsa bizga qachon keladi? Derdim, rahmat teglar. Bundan ham zo'rdan olib keladilar. Milliy mahsulotlarni qo'labdilar. Aka rahmat kattakon, Sattorov ekanlar ismlari. Xo'p, keyingisi to'ppa-to'g'ri aka. Men ham xuddi shu xatoni qilganman. Rostdan ham isitmaydi deyaptilar. Ya'ni plitada tashalib, plitaning ustidan loylanmoz qo'yibdi ko'pchilikda. Issig'ini ushlaydi deb o'ylayapti, tunkan tegdi. Ko'p joyda o'tkazib ekanlar. Shuning uchun ustidan yoki plitaning ustidan to'g'ridan-to'g'ri polisterol lomboz qilishni tavsiya beraman mana. Charchamanglar, rahmat, omad aka, rahmat. Aka, bu pokaning ustiga shkaf yoki divan qo'ysa cho'kadi-ku dedilar. Aka qarang, bu pokaning ustiga qo'ymaysiz, pokaning ustiga styashka qilasiz. Kamida 5 sm, lekin u styashkaning ustiga bemalol xohlagan narsangizni qo'yasiz. Aka, futbolni po'la qo'ysam hech nima qilmaydi. Bu faqat styashkaning tagidan pastdagi zax tepaga chiqmasligi uchun to'pli pol issiqligi to'g'ridan-to'g'ri tepaga harakatlanish uchun qilinadigan narsa. Rahmat Dirmot aka. Adres so'rashibdi. Bitta akam, ismlari Salanaqor akam. Bizning adresimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida aka. To'liq manzilni qoldirganmiz. Yandexga prosta universal dekor deb yozing aka. Biz chiqib kelamiz. Tushunadiganlar bor. Alhamdulillah, ukam zo'r. Men ham tushundim. Rahmat sizga. deb aka yozibdilar. Aka rahmat. Okamas ekan Nigora Abdullayeva ekanlar. Rahmat Nigora opa, baraka toping. Bekor gap. Umuman yolg'on hammasi. Somonlilarga yetmaydi. Buni qildiradiganlar olib tashab, loylanmoz bostiradi bularga ishonmanglar deb bizga gapdilar. Aka, ha. Siz qildirmang jon aka. Lekin men ikkita oxirgi videomni ko'rgan bo'lsangiz, loylanmoz ustiga polisterol lomboz qildim. Haligi uy egasi bor-ku, 2 marta puliga tushdi. Siz ham yoki shunga o'xshash ishonmaydigan odamlar birinchi loylanmoz qilib olsa, keyin ustidan yana polisterol lomboz yoki boshqa izolyatsion material qilinadi. Biz buni necha marta polisterol lomboz bilan yoqib ko'rsatganmiz, issiq suv o'tkazmasligini ko'rsatganmiz. Aka, juda mustahkam narsa bo'lganligi uchun, siz o'zimniki bo'lganligingiz uchun, yaxshi ko'rganligim uchun yaxshi narsa tavsiya qilaman.